Siz ham muzlatgich doimiy ishlab tursa, demak hammasi joyida deb o'ylaysizmi? Aslida bu har doim ham shunday emas, chunki ba'zi muammolar dastlab juda sezilmaydi. Muzlatgich ishlayotgandek ko'rinadi, lekin vaqt o'tishi bilan mahsulotlar avvalgidek yaxshi saqlanmaydi. Elektr sarfi ortadi yoki texnikaning xizmat muddati qisqara boshlaydi. Keling, muzlatgichlarda eng ko'p uchraydigan nosozliklar haqida gaplashamiz. Masalan, muzlatgich yaxshi sovutmayapti. Ko'pchilik bu holatda darrov freon kamaygan deb o'ylaydi, lekin muammo ba'zan ancha oddiy bo'ladi. Muzlatgichning orqa qismi devorga juda yaqin joylashtirilgan bo'lishi mumkin. Har qanday muzlatgich ishlashi uchun havo aylanishi kerak. Agar orqa tomonda havo aylanishi uchun joy qoldirilmasa, kompressor ko'proq ishlay boshlaydi va sovutish samaradorligi pasayadi. Shuning uchun muzlatgichni devorga taqab qo'ymaslik tavsiya etiladi. Yana bir keng tarqalgan holat: muzlatgich eshigi yaxshi yopilmayapti. Ba'zan buni payqash ham qiyin. Eshik ozgina ochiq qolishi yoki rezina zichlagich qismiga kir yig'ilishi mumkin. Natijada sovuq havo tashqariga chiqadi. Kompressor esa uning o'rnini to'ldirish uchun yanada ko'proq ishlaydi. Bu esa ham elektr sarfini oshiradi, ham texnikaning yuklamasini ko'paytiradi. Ayrim insonlar muzlatgichni mahsulotlar bilan haddan tashqari to'ldirib tashlashadi. Bir qarashda bu juda qulaylik tuyuladi, lekin havo erkin aylanishi uchun ichki bo'shliq ham kerak. Agar mahsulotlar juda zich joylashtirilsa, sovuq havo kamera bo'ylab bir tekis tarqalmaydi. Natijada bir joyda mahsulot yaxshi saqlanadi, boshqa joyda esa harorat yetarli bo'lmasligi mumkin. Yana bir muhim masala issiq ovqatni to'g'ridan-to'g'ri muzlatgichga qo'yish. Ko'pchilik vaqt tejash uchun shunday qiladi, ammo bu ichki haroratning keskin o'zgarishiga sabab bo'ladi. Muzlatgich esa belgilangan haroratni qayta tiklash uchun qo'shimcha kuch bilan ishlay boshlaydi. Shuning uchun ovqatni avval xona haroratigacha sovutish, keyin muzlatgichga joylashtirish maqsadga muvofiq. Ba'zan muzlatgich ichida yoqimsiz hid paydo bo'ladi. Ko'pchilik buni texnik nosozlik deb hisoblaydi, lekin aksariyat hollarda sabab saqlanayotgan mahsulotlar yoki o'z vaqtida tozalanmagan ichki kamera bo'ladi. Muntazam tozalash nafaqat gigiyena uchun, balki mahsulotlarning sifatli saqlanishi uchun ham muhim. Yana bir qiziq holat bor. Muzlatgich avvalgidan ko'ra shovqinroq ishlay boshlaydi. Ba'zi hollarda bu jiddiy muammo emas. Muzlatgichning polga notekis o'rnatilishi ham ortiqcha tebranish va shovqin paydo qilishi mumkin. Shuning uchun texnikaning tekis joylashganini ham vaqti bilan tekshirib turish foydali. Eng muhimi, agar muzlatgich umuman sovutmay qolsa, ortiqcha tajriba o'tkazishga shoshilmang. Bunday holatlarda mutaxassis yordamiga murojaat qilish to'g'ri qaror hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, muzlatgichning uzoq xizmat qilishi faqat uning sifatiga emas, balki undan qanday foydalanishga ham bog'liq. Oddiy qoidalarga amal qilish orqali texnikaning samaradorligini saqlab qolish va uning xizmat muddatini ancha uzaytirish mumkin. Ideal muzlatgichlari esa mahsulotlarni ishonchli saqlash va har kungi qulaylik uchun yaratilgan. Ideal sifat va ishonchlilik kafolati.